Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hurmatli abituriyentlar. Men Hamroyev Iqbol, Registon Shohsaroyev filialida matematika o'qituvchisiman. Bugun 21-iyun kuni matematikaning asosiy blokda tushgan savollarni tahlilini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Xo'p, bizda birinchi savol. Fx teng 8x kub plus 1 taqsim 2x plus 1. Bu bizning misolning shartida hosilasidagi 1 ning qiymatidan funksiyaning minus 1 dagi qiymatini ayirmasi so'ralgan ekan. Birinchi biza funksiyadan minus 1 qiymatini topib olsak, 8 ko'paytirilgan minus 1 ning kubi qo'shilgan 1, 2 ko'paygan minus 1 qo'shilgan 1. Xo'p, mahrajimiz minus 2 qo'shilgan 1 bo'ladi, suratimiz esa minus 8 qo'shilgan 1 bo'ladi. Bu minus 7 taqsim minus 1 ga keladi va natija 7 ga teng bo'ladi. Ikkinchi qiladigan ishimiz biza funksiyani hosilasini topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, funksiyaning hosilasi bu bo'linma hosilasiga o'tib ketadi. Bo'linmaning hosilasi qanaqa bo'ladi? Xo'p, 8x kub plus 1 dan hosil olamiz. 2x plus 1 ko'payib turadi. Ayrilgan 2x plus 1 dan hosila 8x kub plus 1 ko'paytma bo'lib turadi. Faqatgina mahrajining kvadrati bo'ladi. 2x plus 1 ning kvadrati. Xo'p, bundan hosil oladigan bo'lsa, bilamizki 3 darajasi oldinga tushib, bitta kamayadi. 3 oldinga tushsa 8 bilan ko'payib 24x kvadrat bo'ladi. 1 ning hosilasi 0 ga teng. 2x plus 1 ko'paytma. Ayrilgan 2x dan hosila 2 ga teng bo'ladi. Aniq sonning hosilasi, ya'ni 1 ning hosilasi 0 ga teng. 8x kub plus 1 ko'paytma bo'lib turadi. Mahraj 2x plus 1 ning kvadrati o'zgarishsiz qoladi. Xo'p, yuqorini ixchamlashtiradigan qavslarni ochib chiqadigan bo'lsam, 48x kub plus 24x kvadrat minus 16x minus 16x kub minus 2 ga keladi. 2x plus 1 ning kvadrati mahrajdan. Yuqorida o'xshash hadlarni ixchamlashdan foydalansam, 48 va 16 o'xshash. Xo'p, 32x kub qoladi, 24x kvadrat va minus 2 ning o'zi. 2x plus 1 ning kvadrati o'zgarishsiz yana. Bizda aynan funksiyaning hosilasi shu ekanligidan foydalanib, hosilidan minus 1 ni topaman. F hosila 1 32 ko'paygan 1 ning kubi qo'shilgan 24 ko'paygan 1 ning kvadrati ayrilgan 2 taqsim 2 ko'paygan 1 qo'shilgan 1 ning kvadrati bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsam, 32 qo'shilgan 24 ayrilgan 2 taqsim 9 degan javob keladi. Sababi 2 kara 1 2 qo'shilgan 1 3 ning kvadrati esa 9. Yuqorini hisoblasam 54 taqsim 9, bu esa natija 6 ga teng. Bizda so'ralgan narsa hosilasidan 1 ni topib, keyin funksiyaning o'zidan minus 1 ni topib ayirib qo'yish kerak edi. Hosilasi 6 ga, funksiyaning minus 1 dagi qiymati esa 7 bo'ldi. 6 dan 7 ni ayirish minus 1 ga teng bo'ladi va bizning javob minus 1. Xo'p, bizda ikkinchi misol ildizlar mavzusiga oid misol ekan. Bizda ko'rib turamizki, bu katta ildiz va eng ichkaridan, ya'ni chuqur ildizdan boshlashimiz kerak. Xo'p, chuqur ildizda nimani ko'ramiz? 13 qo'shilgan ildizda 48. 48 dan 16 kara 3 deb 4 ni ildizdan tashqariga chiqarsam, ildizda 3 qolib ketadi. Endi 13 qo'shilgan 4 ildizda 3 bo'lsa, biz savol beramiz. Qaysi ikkita sonning kvadrati 13 ga? Xuddi shu sonlarning ikkilangani esa 4 ildiz osti 3 ga teng. Birinchi son 2 ildiz osti 3, ikkinchi son 1 bo'lsa, demak mana bu ildizning ichi a plus b ning kvadratiga, ya'ni 2 ildiz osti 3 plus 1 ning kvadratiga keladi. Ko'rib turganingizdek. Shunda kvadrat bilan bitta ildiz qisqarib ketsa, mana bu ildizning ichidagi tashqariga chiqadi. 6 qo'shilgan ildiz 6 qo'shilgan 2 ildiz 5 minus, tashqaridagi minus hisobida ichkaridagilarning ishorasi qarama-qarshisiga o'zgardi. Minus 2 ildiz 3 minus 1. Xo'p, bu yerda arifmetik amalini bajarsam, ildiz 6 qo'shilgan 2 ildiz 5 dan 1 ni ayirdim 4, minus 2 ildiz osti 3 ni qoldi. Aynan mana shu yerda ham tepada qilgan ishimni, ya'ni 2 sonning kvadrati 4 ga teng, u sonlarning ikkilangani 2 ildiz osti 3 ga teng deb savol beradigan bo'lsam, ular ildiz osti 3 minus 1 ning kvadrati ekanligini bilaman. Kvadrat va ildizni qisqartiradigan bo'lsam, yana ildizda 6 qo'shilgan 2, qavsda ildiz osti 3 minus 1 qoladi. Xo'p, qavsni ochib chiqadigan bo'lsam, ildizda 6 qo'shilgan 2 ildiz 3 minus 2 bo'ladi. Ixchamlashtirsam, ildizda 4 qo'shilgan 2 ildiz osti 3 bo'ladi. Bu yerda yana yuqorida qilgan ishimni, ya'ni qaysi ikki sonning kvadrati 4 ga teng, ularning ikkilangani 2 ildiz osti 3 ga teng deb savol bersam, ildiz osti 3 plus 1 ning kvadrati ekanligi ko'rinadi. Kvadrat va yana ildiz ketadigan bo'lsa, ildiz osti 3 plus 1 qoladi. Demak, javobimiz ildizda 3 qo'shilgan 1. Xo'p, keyingi misolimiz tengsizliklar mavzusiga oid. X kvadrat minus 6x minus 16 taqsim ildizda x kvadrat minus 8x plus 15. Tengsizligi 0 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Xo'p, tengsizlikning suratini va mahrajini ko'paytuvchilarga oladigan bo'lsam, x minus 8 ko'paygan x plus 2, mahraj desa ildiz x minus 3, x minus 5 kichik yoki teng 0 dan ga keladi. Endi bizda bitta narsa ma'lumki, ildizning ichidan manfiy son chiqmasligi kerak. Doim musbat bo'ladi va mahrajda bo'lganligi uchun bitta narsa olishimiz kerak. Aniqlanish soha. Aniqlanish sohani ildizda 0 ga teng bo'lishi mumkin, faqat mahrajda bo'lganligining evaziga 0 ga teng emas, faqatgina 0 dan katta deb aniqlanish oson bo'ladi va minus 3, minus 5 larni x minus 3, x minus 5 larni 0 ga tenglashtirish orqali 3 va 5 yechimlarini topaman. Unda son o'qiga qo'yib, oraliqlarni topadigan bo'lsam, 5 dan cheksizlikkacha tengsizligimizning qiymati musbat, 3 va 5 oraliqda manfiy.
3dan kichik oraliqda ham musbat bo'ladi. Bizlarga aynan musbat kerak bo'lgani uchun ikkita musbat oraliq, ya'ni minus cheksizlikdan 3 gacha va 5 dan cheksizlikgacha bo'lgan oraliqlarni yechim sifatida olaman. Hali bu to'liq yechim bo'lmadi, chunki tengsizligimizning surati turibdi hali. X minus 8 x plus 2 ni 0 dan kichik qilaman. Nega aynan 0 dan kichik desangiz, ildizda doim musbat chiqadi. Tengsizlikning qiymati manfiy bo'lishi uchun suratimiz manfiy bo'lishi kerak. O'sha sababli 0 dan kichik yoki tenglikni bilamizki, surat 0 ga teng bo'lishi mumkin va shu sababli teng belgisi o'zgarmadi. Xo'p, bularni har birini 0 ga tenglashtirish orqali yechimlarini topib, sanoqaga joylashtiradigan bo'lsam, -2 va 8. Xo'p, 8 dan cheksizlikgacha musbat, -2 va 8 oraliqda tengsizligimiz manfiy ishorali, -2 dan cheksizlikgacha, -2 gacha esa musbat. Bizga aynan manfiy kerak bo'lgani uchun -2 dan 8 gacha oraliqdagi yechimlari qanoatlantiradi tengsizligimizni. Faqat bu yerda ildizimizning aniqlanish sohasi va tengsizligimizning yechimlarini birlashtiradigan bo'lsak, -8 dan 2 gacha, 5 dan cheksizlikgacha, -cheksizlikdan 3 gacha. Ularning kesishmasi esa -2 dan 3 gacha, 5 dan 8 gacha bo'lgan oraliqlarni kiradi. Va bizda yakuniy javob -2 dan 3 gacha, 5 dan 8 gacha sonlar to'plami kiradi. Xo'p, bizda keyingi misol trigonometrik tenglamalarga doir misol ekan. 5 sinus darajasi 4x minus sinus kvadrat 2x teng cosinus 4x. Biza birinchi qiladigan ishimiz mana bu yerdagi sinus 2x ni ikkilangan burchak bo'yicha x sinus x cosinus x ning kvadrati deb olamiz. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz 5 sinus darajasi 4x minus kvadrat har biriga taalluqli bo'lgani uchun 4 sinus kvadrat x cosinus kvadrat x teng cosinus darajasi 4x. Xo'p, sinus 4x ni ozgina shaklini o'zgartirib 5 sinus kvadrat x ning kvadrati ayrilgan 4 sinus kvadrat x cosinus kvadrat x teng cosinus kvadrat x ning kvadrati deb olamiz va shu joyda sinus kvadrat x ga a, cosinus kvadrat x ga esa b deb belgilash kiritamiz. Shunda bu 5a kvadrat minus 4ab ko'paytma teng b ning kvadrati. b ning kvadratini nariyoqqa o'tkazib 5a kvadrat minus 4ab minus b kvadrat teng 0 shakliga keltiramiz. Xo'p, buni ko'paytuvchilarga ajratadigan bo'lsam, 5a plus b a minus b teng 0 holatiga keladi. Va bilamizki, ko'paytma qachon 0 ga teng, qachonki ko'paytuvlarning har biri 0 ga teng bo'lsa deb 0 ga tenglashtiramiz. 5a plus b teng 0, a minus b teng 0. Shunda bundan a teng b ekanligi kelib chiqadi. 5a plus b teng 0. Hozircha endi a va b ni belgilash kiritgan trigonometrik tengliklarni olib qo'yadigan bo'lsam, 5 sinus kvadrat x qo'shilgan cosinus kvadrat x teng 0, a minus b teng 0 desa sinus kvadrat x minus cosinus kvadrat x teng 0 ko'rinishga keladi. Birinchi tenglikdan bizga tenglamada yechimga ega emas, chunki 5 sinus kvadrat x plus cosinus kvadrat x hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Keyingisi sinus kvadrat x minus cosinus kvadrat x teng 0. Bularni agar o'rnini alishtiradigan bo'lsam, cosinus 2x ga keladi, minus cosinus 2x bo'ladi. Shunda minus 1 ga ko'paytirib yuborsam, ikkala tomonni cosinus 2x teng 0 holatiga keladi. Cosinus qachon 0 ga teng? Qachonki cosinus pi taqsim 2 bo'lsa. Shunda 2x teng pi taqsim 2 qo'shilgan pi ga x topishimiz uchun 2 ni bu tomon o'ng tarafga bo'linma qilib o'tkazaman. Shunda x teng pi taqsim 4 qo'shilgan pi ga taqsim 2 holatiga keladi. Bizda masalan shartda tenglamani yechish emas, balki minus pi 3 pi oraliqdagi ildizlar yig'indisini so'ragan. Shu orqali k ga minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 qiymatlarini berib ko'raman. Bu qiymatlarni berganimda x quyidagicha qiymatlarni o'zini ichiga oladi. Xo'p, 5 dan katta qiymatni beradigan bo'lsam, 3 pi oralig'imizdan chiqib ketib qoladi. Minus 2 dan kichik qiymatni beraman desam, minus pi oralig'imizdan kichirayib ketib qoladi. Xo'p. Quyidagi x larni endi ildizlari deb qarasam va ularning yig'indisini topishim kerak bo'lsa, qo'shib yuboraman. Shunda minus pi taqsim 4, pi taqsim 4 qarama-qarshi sonlar yig'indisi 0 ga teng. Minus 3 pi taqsim 4 va 3 pi taqsim 4 qarama-qarshi sonlar yig'indisi 0 ga teng. 5 pi taqsim 4, 7 pi taqsim 4, 9 pi taqsim 4 va 11 pi taqsim 4 larning yig'indisi 8 pi bo'ladi. Demak, bizning javob 8 pi. Bizda keyingi misol funksiyaga o'tkazilgan urinma mavzusiga doir bizga berilgan funksiya x kub minus 3x kvadrat minus 6x. Xo'p, bizga qanaqadir urinma o'tkazilgan. Xo'p, bu urinmaga 3x plus 2 parallel ekan. Aynan nimaga y n k n x plus b n. Bu bir nechta funksiya bo'lishi mumkin ekan va misolning sharti aynan o'sha urinmalarning k va b lar yig'indisini so'ragan ekan bizdan. Xo'p, nima qilamiz? Bu funksiyaga parallelligidan foydalansam, chiziqli funksiyalar mavzusida qachonki parallel bo'ladi, k lar teng bo'lsa, shunda buning k'si 3 ga teng bo'lsa, demak bizda qancha urinma o'tkazgan bo'lsam ham uning k'si faqatgina 3 bo'ladi. Bu degani, ya'ni xom eskizini chizadigan bo'lsam, y1 teng 3x plus b1, y2 teng 3x plus b2, yana va hokazo shu tariqa davom etadi. Xo'p, aslida k nima degani desak, funksiyaning hosila olama va x0 ni beradigan bo'lsa, o'sha k bo'ladi. Ya'ni x0 nuqtada o'tkazilgan urinmaning k'si bu.
Bizda k3 chiqdi. Demak, f hosili x0 3 ekan. Funksiyamizdan hosil oladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek 3 daraja oldinga tushib bitta kamaysa 3x kvadrat. 3x kvadratni 2 oldinga tushsa 6, x kvadrat bitta kamaysa x 6x hosili 6 ga teng. Demak, mana shu funksiyamizga xo'p, x0 nuqtadan o'tkazilgan urinma ekan. x0 ni beradigan bo'lsam, 3x0 ning kvadrati minus 6x0 minus 6 teng 3 bo'ladi. Nega 3? Chunki kamiz 3 ga teng. 3x0 ning kvadrati minus 6x0. 3 ni chat tarafga o'tkazadigan bo'lsam, minus 9 teng 0. Xo'p, 3 ga bo'ladigan 3 ga bo'lishdan foydalansam, x0 ning kvadrati minus 2x0 minus 3 teng 0. Bunda vet kechadigan bo'lsam, xo'p, ildizlarni qo'shganimda 2, ko'paytirganimda minus 3 chiqadigan son minus 1 va 3. Demak, x0 minus 1 va 3 nuqtadan ikkita urinma o'tkazilgan ekan bizga. Xo'p, minus 1 ni agar funksiyaga beradigan bo'lsam 2, 3 ni beradigan bo'lsam esa minus 18 qiymatlari chiqadi. Bu bizga nimaga yordam beradi? Agar men funksiyaga minus 1 ni berib turib 2 chiqsa, demak, o'tkazilgan urinmam ham aynan minus 1 nuqtada 2 ga teng bo'ladi. Agar funksiya 3 da minus 18 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak, unga o'tkazilgan o'sha minus 3 nuqtadan o'tkazilgan urinmam ham aynan minus 18 ga teng bo'ladi. Xo'p, bulardan foydalanib B1 va B2 larni topadigan bo'lsam, y ni o'rniga 2 teng 3 ko'paygan minus 1 qo'shilgan B1. Y ni o'rniga minus 18 teng 3 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan B2. Bulardan B1 va B2 ni topadigan bo'lsam 5 va minus 20. Endi bizga o'tkazilgan ikkita urinma tenglamamiz ham 3x plus 5 va 3x minus 27 ekan. Xo'p, bizning misolda shartda so'ralgan k lar va b lar yig'indisi kerak. Birinchi k 3 ga 5 ga teng, 3 qo'shilgan 5. Ikkinchisi k3, ya'ni k2 va b2 3 va minus 27 ga teng. Ularning yig'indisi 3 qo'shuv 5 qo'shuv 3 qo'shuv minus 27 esa minus 16 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingi misolimiz integral mavzusiga doir. P taqsim 2 dan integral 5 p taqsim 6 gacha cos x ko'paygan ln ildizi sin x taqsim sin x dx. Ushbu misolni yechilishini ko'rib chiqamiz. P taqsim 2 dan 5 p taqsim 6 gacha integral ln ildizi sin x d sin x cos x dan d ni ichiga integral olish orqali kiritaman. Taqsim sin x. Endi shu yerda sin x ni t deb belgilashga kiritsam, p taqsim 2 integral 5 p taqsim 6 gacha 1 taqsim 2 ln t taqsim t dt. Mana bu sinusning 1 taqsim 2 darajasi degan ildiz. O'sha 1 taqsim 2 ni oldiga olib tushdim. 1 taqsim 2 shu yerdan keldi. Endi p taqsim 2 integral 5 p taqsim 6 1 taqsim 2 ko'paygan ln t ko'paygan 1 taqsim t dt teng. Xo'p, mahrajdagi t nima? Ko'paytirilgan 1 taqsim t qilib oldim. Endi 1 taqsim 2 ni integraldan tashqariga chiqarib tursam, 1 taqsim 2 p taqsim 2 dan 5 p taqsim 6 gacha integral ln t. Mana bu 1 taqsim t dan yuqorida qilganimiz singari d ni ichiga integral olish orqali kiritsam ln t bo'ladi. 1 taqsim 2 ln t dan integral olsam, ln ning kvadrati t taqsim 2 p taqsim 2 dan 5 p taqsim 6 gacha. Endi shu qiymatlarni oldin 5 p taqsim 6 ni, keyin p taqsim 2 ni berib ayiraman. ln ning kvadrati t ni o'rniga yuqorida sin x deb belgilashga kiritgandim. O'sha sin x ni qo'yib olaman. ln kvadrat sin x taqsim 4 5 pi taqsim 6 pi taqsim 2. Xo'p, ln kvadrat sinus 5 pi taqsim 6 taqsim 4 ayrilgan ln kvadrat sinus pi taqsim 2 taqsim 4. Sinus 5 pi taqsim 6 da bilamizki 1 taqsim 2 ga teng. ln kvadrat 1 taqsim 2 taqsim 4 ayrilgan sinus kvadrat ln kvadrat sinus pi taqsim 2 da bu 90 gradus, ya'ni 1 ga teng. Taqsim 4. ln 1 da 0 ga tengligi ma'lum. Tepa 0 bo'lsa 0 taqsim 4 bu 0 degani. Shunda ln ning kvadrati ln kvadrat 1 taqsim 2 taqsim 4 yechim bo'lib qolib ketadi bizda. Xo'p, keyingi misolimiz bizda kvadrat funksiya mavzusiga doir. Ushbu funksiyamizning grafigi y teng ax kvadrat plus bx plus c. Bizda so'ralayotgan narsa a va b ning ishorasini aniqlash. Xo'p, funksiyamizning ikkita shoxi bu yuqoriga qaragan. Bundan kelib chiqsak, amiz 0 dan katta ekanligiga guvoh bo'lamiz. X nolimiz esa xo'p 0 nuqtadan chap tarafda, ya'ni manfiy tomonda yotibdi. Shu tariqa x 0 dan kichikligini, x 0 esa minus b taqsim 2 orqali topishi 0 dan kichik ekan. Minus 1 ga ko'paytirib yuborsam b taqsim 2 0 dan katta bo'lib qoladi. Tengsizligimiz ishorasi o'zgaradi. Xo'p, mahrajda a bor, a ning ishorasi aniq 0 dan katta. Demak, umumiy tengsizlik 0 dan katta bo'lishi uchun b ham a ham 0 dan katta bo'lishi kerak va b 0 dan kattalik, a 0 dan katta bo'lgani uchun b ham 0 dan katta bo'ladi. A va b ning ishorasi esa 0 dan katta ekanligini topdik. Xo'p, keyingi misolimiz parallelogram mavzusiga doir. A, B, C, D parallelogramda -4, -3, B nuqtamiz -1, 3, C nuqtamiz 8, 5 va D nuqtamiz M, N nuqtalar ekan. Bizda so'ralayotgan narsa BD vektorining uzunligi kerak. Xo'p, bu yerda vektor yasashdan foydalansam, A dan B gacha D vektor bo'lsa, D dan C gacha bu vektor. Va ular
Xo'p, bir-biriga AB vektor va DC vektorlar teng. AB 3/6 bo'ladi. AB vektor qanaqa yasaladi? B vektorining x nuqtasidan A vektorining x nuqtasi B vektorining y nuqtasidan A vektorning y nuqtasi ayrilishi kerak. Shunda -1 dan -4 ni ayiradigan bo'lsam 3, 3 dan 3 ni -3 ni ayiradigan bo'lsa 6. Demak, AB vektor 3/6 ga teng. Endi DC vektor qanaqa hosil qilinadi desa, xuddi endi bunda ham xuddi shunaqa D vektorning x nuqtasi C vektor D vektorning x nuqtasidan C vektorning x nuqtasi, D vektorning y nuqtasidan C vektorning y nuqtasi ayriladi. m-8 va 5 8 - m va 5 - n bo'ladi DC vektorimiz. Endi yuqorida aytdik AB vektor va DC vektorlar bir-biriga teng deb 3/6 va 8 - m va 5 - n nuqtalar bir-biriga teng. 8 - mni 3 ga, 5 - nni 6 ga tenglashtirsam m 3 ga va n -1 ga teng qiymatlarini oladi. Xo'p, D nuqtamizni topib oldik. 5 u -1. Biz BD vektorini tuzib, uning uzunligini topishimiz kerak. BD vektorini tuzish uchun D nuqtadan B nuqtani ayirishim kerak. Xo'p, D nuqtamiz 5 edi, B nuqtamiz x -1 ga teng. 5 dan -1 ni ayirsam 6, -1 dan xo'p yuqoridagi 3 ni ayiradigan bo'lsam -4 ga teng. Aynan BD vektor 6 - -4 ekan. BD vektorining uzunligini topadigan bo'lsam, ildizda 6 ning kvadrati qo'shilgan 16, ildiz ostida 52 bo'ladi. 52 dan 4 karra 13 deyman va 4 dan ildiz chiqarsam 2 ildiz ostida 13 qoladi. Demak, bizning yakuniy javob 2 ildizda 13. Xo'p, keyingi misolimiz trigonometriya mavzusiga doir. Katangens alfamiz -5 bo'lsa, sinus 2 alfani qiymati so'ralgan ekan. Xo'p, sinus 2 alfa nima? 2 sinus x cosinus x ga o'zgartirsam bo'ladi. Endi 2 sinus x ko'paytirilgan -5 sinus x qayerdan keldi? Katangens cosinus alfa taqsim sinus alfa degan. Shunda cosinus alfa -5 sinus alfa bo'lsa, cosinusni o'rniga -5 sinusni yozsam bo'ladi. 2 sinus x ko'paygan -5 sinus x teng -10 sinus kvadrat x. Biz bilamizki, sinus kvadrat x bu 1 taqsim 1 plus katangens kvadratga teng. Shu tariqa -10 ko'paytirilgan 1 taqsim 1 qo'shilgan katangens kvadrat x. Katangensimizning qiymati -5 ga teng bo'lganligi uchun -10 ko'paytirilgan 1 taqsim 1 qo'shilgan -5 ning kvadrati, -10 ko'paygan 1 taqsim 5 ning kvadrati 25, 5 ni 1 ni qo'shsam 26, -10 taqsim 26 va 12 ga qisqartiradigan bo'lsa -5 taqsim 13 ga teng bo'ladi. Keyingi misolimiz bu bizga funksiya mavzusiga doir misol. F a 3 ga teng, J a 2 ga teng. F minus a va J minus a ning ko'paytmasi 6 ga teng va shunda J a toq funksiya ekanligini bizga bergan ekan. Biz ana qilishimiz kerak bo'lgan ish J minus a qo'shilgan F minus a qo'shilgan F a ayrilgan J a ning kvadratini hisoblash. Bizga berilgan mana bu narsadan foydalanamiz birinchi. Xo'p, J minus a bu toq funksiya bo'lsa, minusni chiqarish kerak. Minus J a. Ya'ni J a 2 ga teng bo'lsa, -2. Demak, J minus a -2 ga teng ekan. Xo'p, keyin ikkinchi bergan narsasi F minus a va J minus a larning ko'paytmasi 6 ga teng. J minus a ning o'rniga -2 ni qo'ysam, F minus a bu -3 ga teng kelib chiqadi. Endi berilgan narsalardan foydalanib shartini bajaradigan bo'lsam, J minus a qo'shilgan F minus a qo'shilgan F a ayrilgan J a ning kvadrati. J minus a ning o'rniga -2, F minus a ning o'rniga -3, F a ning o'rniga 3, J a ning o'rniga esa 2. Buni yuqorida qiymatlarini berib qo'ygan. -2 ga -3 ni qo'shish -5. 3 dan 2 ni ayirsam 1 kvadrati baribir 1. -5 ga 1 ni qo'shish esa -4. Xo'p, hurmatli o'quvchilar va abituriyentlar, ko'rib turganingizdek bugun 21-iyul kuni matematika asosiy blokda tushgan ba'zi savollar tahlilini ko'rdik. Agar videomiz manzur kelgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying va keyingi sonlarimizni kuzatib boring.